Boshlaylik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli mijozlar, bugungi kunda bizda Xalq bankida valyuta kreditlarimiz hamda so'm ko'rinishidagi kreditlarimiz bor. Valyuta kreditlarimiz nomi tezkor 12% dan dollarda, 1% yevroda beradi. Kreditlarimiz zalog asosida beriladi. Hammalaringizga agar kerak bo'ladigan bo'lsa bu kreditlardan foydalaning. Bizda yana bundan tashqari moliyaviy ko'mak, moliyaviy omad degan kreditlarimiz bor. Ular ham agar kreditlaringiz tarifingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu kreditlardan olishingiz mumkin. Yana nima deyishingiz mumkin? Nima qiziq bo'lsa o'sha 3%dan beryapti. 24% dan so'mlikniki, valyutaniki 11%, 12%. 12% deganimiz dollarda, 11% yevroda. Uni o'zining yerlari bor, zalog qo'yiladi, zalogga qarab keyin